umringizda bir marotaba bo'lsa ham ushbu retseptni tayyorlab iste'mol qilishingiz kerak. Ushbu retsept tanangizni toksinlardan tozalab, immunitetingizni ko'taradi. Oshqozon hazm qilish muammolari, gastrit, enteritlarni davolashga, turli xil sababli allergik kasalliklarni davolashga juda ham samarali hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu retsept jigar yog'larini eritib, jigarning holatini tiklaydi, jigarni yoshartiradi. Agar ushbu retseptni 1 oy davomida iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sizda qon bosim muammolari ham bezovta qilmaydi. Eng qizig'i, ushbu retsept deyarli hammaga mumkin. Ushbu retseptni tayyorlash uchun bizga qora sidana kerak bo'ladi. Taxminan 500 gram atrofida qora sidanani olamiz, yaxshilab yuvib, oftobda quritamiz. Qurigan qora sidanani blenderda maydalaymiz. Maydalangan qora sidanaga o'lchamiga mos ravishda toza asal qo'shamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz va aralashmaga toza shisha idishdagi zaytun yog'idan aralashtiramiz. Ushbu aralashmani o'zingizga qulay idishlarga solib, muzlatgichda saqlashingiz mumkin. Aralashmani har ertalab ovqatlanishdan oldin 1 qoshiqdan kattalar, 1 choy qoshiqdan kichkinalar iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Kasalliklardan tezroq tuzalishni xohlasangiz, konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tuman, Metro Tinchlik yonida. Videoni saqlab qo'ying, shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar Doktor Ahmadov sahifasida beriladi.